Mososramasdan o sveti to'g'ri tushirish kerakmi? Xullas o'rtoqlar, o'zimiznikilar, yaqinlar, qadrdonlar. Sardor akani oldiga keldim. Hozir menga $100 voucher sovg'a qildi. Akamizga rahmat. Bitta narsani aytmoqchiman. Qo'yag'i bo'lmasdan eshitinglar o'rtoqlar. Xullas o'rtoqlar, Sardor aka andijonliklar bilan logistika bo'yicha ishni boshlagan. Xudo xolasa Xitoyda nima tovarlar bo'lsa, nima O'zbekistonga kirib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu kompaniyaga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Luboyni olib berasizlar, to'g'rimi? Senga hozir $100 berildi, to'g'rimi? Agar sen Best Logist o'ziga boradigan bo'lsang, $300-400 ham skidkalar qilib berishadi. Ha, chunki nimaga? Aka hollar ham Andijonda. Yo'q, Ha. o'zimiz Keyin qarab ukam. yaxshi narsalarni o'tamiz. Mabodo Xitoydan qanaqa nimadir olib keltirmoqchi bo'lsang, kiyim-kechak bilan mashina olib kirmaymiz. Kiyim kechak bilan mashina olib kirmaysiz. Yashamaylik ekan, nima olib kiramiz bo'lmasa?